Bilsangizlar, Uzdayvotek Taxtabozor. Taxtabozorning doğrusuna Rozmetov eshiklari. Do'stimni ko'rmakka keldim. Jo'ranboy joyda eshik bilan shug'ullanadi, eshik. Kuzatamiz, sotamiz, so'raymiz. Kuzatib turanglar akani. Shabbat. Shabbat. Assalom, qani, nerasan? Ha, yaxshimisan? Amoqsizmisan? İşlab o'tibmi? Sovuqda o'tirsan ha? Ha? Havo, shu. Bilasan-ku meni kamera ko'tarib yuraman. Nega ahvollaring yaxshimi? Toza. Ha bu qarasam, xilma-xil toza eshiklar gapda ekan. Ha? Neoklasika variantdagi eshiklarimiz ham. Neoklasika. Nishku, men ko'rsatib bergan? 4 turda eshikimiz bor. 4? 4 turda. Voy, ina. Yerim toza bezda chiqaveradi, ha? Krashinli laminat, shpon, patshpon eshiklarimiz. Boshda krashinni ko'rsat. Bu krashinni nima tushuntir bu krashinni? Krashinli eshiklarimiz neoklasika variantidagi. Ha, shumi? Ha. Krashinli. Zamok, ruchka, ha? Zamoklar современный emas. Bunda laminat turda eshiklarimiz bor. Laminat. Ha. Laminat endi taxta laminatmi yo o'zidan urilgan laminatmi? O'zini urilgan laminat. Ha. Eshik MDF'dan chiqqan. Endi shpon eshiklarimiz bor. Shpon. Bu qiziq, budim yoqdimi bu so'z ey? Shpon deb so'z. MDF. Buni bahasini so'm buni, bu bahasini so'm bu. Bahası bizde hammasi eshiklarimiz kvadratına. Yo'q, yaxshi, bu necha so'm bu? Kvadrati 1,5 million so'm. Bu 1,5 million. Tamam. A so'ngi ne bu? Sen qo'shar. Eshikimiz 3 million so'mga tushadi. Yo'q, bu eshik 3 millionga tushadi. Tamam. Skidka universitet bo'ladimi ekan? Bo'ladi. Ha? Bo'ladi. Bu ne bu? Bundachilarimiz uchun bo'ladi. Ha bu necha, ha? Rusa brend deb kelsalar. Bu ne? Shponimizni Ha? gulini krashinni kraskaga chiqarganmiz, potsvet etib bunga. Ha? Toza variantda eshikimiz. Yani aytganimdek patshponda eshikimiz, eshikimiz shu. Bu qiziqadigan yer bor menda. Ammo qiziqaman shu eshiklarda. Tamam. Shu zamok o'zida bo'ladimi? O'zida bo'ladi. Yo'q, ya zakaz berib, "Men bu rang yoqmaydi, bu zamokni boshqacha rang." Talabına qarab qolgan zamokdan qo'yib beramiz. Shuda 40 dan ziyod eshikimiz bor. Har qaysisida zamok qo'yilgan. Ha, bu xolos, ha, falan. Shu zamokdan qo'yib ber desangiz, shu zamokdan qo'yib beramiz. Ha. Bu vam no bu Bu eshikimiz krashinli bu eshikimiz. krashini degan eshikindi bu. Kraskadan chiqqan. Ha, o'zi emalironniy kraska bo'lgan. Kraskasi germanskiy kraska. Bu yaxshi, maka kraska deding. Trapka bilan ya mılni rastvor bilan silsan kraskasi ketmaymi? Ketmaydi. U yetadan bo'lsa bunga kraska bo'lmaydi-ku. Ha. Aytayotgan kraskamiz germanskiy. Yillar o'tgan sayin bular o'zini ko'rinish xususiyatini yo'qotmaydi. Shu masalan shu qaymoq suyida urilgan bo'lsa, shu qaymoq suyida shu ishki durincha turadi. Sarayish ya bir boshqa narsa. Yo'q, tushundim. Achchakim xuddi ya mashin polirovka ursang, bu ham shunday polirovka bo'qqiladi, yoldirib ketaveradi, ha? Ha, yaxshi, молодец. Qarasam o'zlarimizga aynalarni Ha, oynani ham o'zgartirib bo'ladi, ha? Ha, gerek fason, ha? Молодец. Keyin yerim qani bir xulosa bunachilar ko'rib turibdi, qiziq turibdi. Aytgandek, yaxshi buni keyin so'rab o'tamiz. Yerim eshiklar bor, qiziqlarni aytib ber. Bu katta eshikni eshik bu. Bu. Ha, zakon ya? Bu ne bu eshik antika bu kichkina? qaysi? Kichkina mi? Necha metr mi? Bo'yi 2.10. Ha, 2.10 mi? Xuddi ha, bu ne üstündeki navada Corona durgana bir topak. Balandroq yo'l. Ha. Necha so'm bular? Bu necha so'm bu? Bularning kvadratini 1 million 100 dan aytib beramiz. 1 million 100. Abunachilari uchun. Ha, молодец. Xo'sh, yana nechta bor? O, berdim bir. Talabına qarab suyetlarini xarqlatib berishimiz mumkin. Bu ne bu? Van bir ya yaqqanning so'zim shpon. Shumi? Shpon? Kafe, ofislar uchun osonlik. Ha, kafe, ha, действительно.
Restoranlarda zo'r ko'rinadigan отдельная kabina. Ha, to'g'rimi? Bo'ladi. Har xil rangda, aynan ajoyib. Summasi necha so'm? Necha so'm bu? Bunun ham kvadrati 1 milyon 100 dan. 1 million 100? 1 million 100. Hammasi Rusa brend deb kelsalar, Xudo xolasa. xudo xolasa skidka bilan. Skidka bo'ladi. Bu ya krashini jemchug. Şimdi jemchug. Necha so'm? Bunun kvadrati 1 milyon 200 dan. 1 million 200. Sağ. 1 million 200 значит krashini sal ne bir 100 ming so'm qimmatroq bo'lsa, значит sifati qalinroq o'xshaydi buna. Sifatinden tashqari ishlarimiz 100% hammasi garaj pressda. Ha, bu juda farq. Ya shpon, ya kraska ishga Narxlarimiz karona materialdan ne deydi? Kalınroq materialdan chiqqani uchun sal qimmatroq. Ha. Bu bu nere bu? Şotland. Nere koyuladı o? Uylere, uyda mehmonxonalara Kuchnya zo'r chiqadi, ha? Ya отдельно bo'lib, yani kuchnyani zo'r chiqadi, ya. Yevro stilda chiqadi, ha? Ha, qani bu ne bu? Bu ne? Şahbaz? Bu iş. Şu Şotlandiya eshigimizni yarma kapısını Şu adinardan. şunu, bu Yekka kapı. paltaraşka bu, ha? 1,5'lik. Bu birlik. Bu narxıncha so'm birligi? Buni kvadradan bundan 1 milyon 200 etib beramiz. Rusa brend obunachilar. Rusa brend. Buni общий, полторашка necha so'm? Buni ham kvadrati 1 milyon 200 dan. Yo'q, вообще. Bu Nikarag'da почти arzon ekan, ha? Dim qimmat emas, ya. O'ng'ali o'zi kamida xonadoncha 4-5 eshik ko'radi. Korpuslarda bir 3 xonali diyor, 3 xonaliga 3 eshik. 3 eshik. Voy, bu Nikarag'da 3,5-4 milyona dim. Ya zamok, momok, ha, doğru mu? Ama işlerimiz müstahkem, uzak yıllar hizmet eden işler. Vay, bu urayıp döşelmiyor mu? Mekken mi ya bu? Mekken. Bam 1 milyon Kemi 8 yıl görevde veremiz iş. 8 yıl. 8 yıl. Buna ya hemmeye mi? Hemmesine. Hemme şu durgan eşiklere 8 yıl. İsa. Kemi 8 yıl. Bunu yine gördüm, bir antika görünedi ya. Nakışları depede. Bunun Bamba. kvadratı 1,5 milyon lan. Bu katta hovlu joylar koysa bo'ladi ekan, ha? Ama katta hovlu. Buncha bam. Bunun kvadratı 1 milyon 500 dan. Ha, bu 1 milyon 500. Tamam. Bunda значит, yani nakışları koşuladı, neler koşuladı? 1 milyon 500. 1 milyon 200. Bu kvadrat metre. İşkem özümez. Yok. Kvadrat metre. Doğru mu? Büyütme esasında işleyimiz lan. Ha, Büyütme esasında. ya telefon ursak ham necha bo'ladi ya? Ya gelip görüp ketse bo'ladimi ya? Endi baribir gelip görgen yaxshiroq. Ha, ushab ko'rib, ben sifatini ushab, görüp, sifatini chekkandim, seylab, zakaz berib, ekitiladi, ha? Tamam. Bu rengden bir şokolad, kakao svet, ha? Kakao svet. Bu necha so'm bu endi? Bunun kvadratı 1 milyon 200 dan. 1 milyon 200. Tamam. Molodez. Do'stim, arzon eshiklar satasan ekanda menga aytmaysan, ha? Yine koydu tutmak. Bu necha so'm endi bu? Bunun kvadratı 2 milyon 500 dan alır. 2 milyon 500? Dizaynı bir haşametlarak bulup çıktı. Ha, bu doğru neler köp ekan, ha bu. Tamam. Neler Her bir nakışları. nakışlar hemmesi rast oldu. Ha, отдельно. Yarın başında aytib ber necha so'm? 2 milyon 500 bin kvadrat. 2 milyon 500 ming so'm 1 kvadrat metre. Eshik o'zi emas, 1 kvadrat metre. Molodez do'stim. Shuni joylarida bu ne bu? O eshikam. Men o'yladim bu следующий xona bormi ekan deb. O'ylanda xona bormi ekan deb. Xona yo'q, ha bu. Hazırda görgeniz yekçe kabını bu. Ha, одинарный. Buni bu bir eshikni двойной oynalı, ha? Bu katta zallari bo'ladi. Ну, как раз shu hovli joylar qo'yiladi, ha? Yarım kapı deb aytiladi. Yarim kapı deb aytiladi? Tamam. Paltarashkani bir молодец. Buni kvadrati Buniki ham 2 milyon 500 bin. 2 milyon 500. Shunda, shu necha naqshlari ko'p bo'lsa, nechalim dizaynerlari ko'payib ketsa, pul
ko'payaveradi. Ha, yaxshi. Qaysi? Men bu men o'yladim bir xonam ekan deb. Yo'q, yo'q. Top xona o'xshaydi. Xona yo'q dedi, bir xona berdi. Bir xonada hamma eshikka qo'yilgan reklama uchun, to'g'rimi? Bularning kvadratini 1 milliondan aytib beramiz. 1 million. Ha, bu 1 kvadrati 1 million. Tamam. Shunda buncha kamida bir 2,5 kvadrat bormi bu yerda? 2,5 kvadrat bor. 2,5 kvadrat, ha? Tamam. Necha so'm? 252 kvadrat. Kvadrati 1 million so'm. 1 million. Arzoni bo'ladimi? Bo'ladi. Rusa brend abonalar davom deydi. Obunachilarga kelsa, Rusa brenddan biz ko'rdik videoni. Skidka aytib berasizlar. Bo'ldi. Do'stim, meni obunachilarimni xafa etma. Kelib Yo'q. shu eshiklarga xarid etgan vaqtimda men Rusa brendda YouTube kanalida kuzatvadim shu eshiklarni. Gelsam siz 1 million 100, 1 million 200 deysizdan. Lekin qaytaman dedingiz-ku. Qaytasizmi? Mijozlarimizni rozi qilish. Ha, bo'ldi. Обязательно birinchi o'chirda xushmuomalada bo'lib kitib oling. Ha? Молодец, молодец. Rahmat. Mening do'stim bu. Shag'abbos degan do'stim. Rahmat. Xullas, kuzatuvlar, qarab turinglar. Yana ham yangiliklar bo'lsa, Like bosing. aytiraman. Like bosinglar, unutmanglar obuna bo'lishdan YouTube kanalida Rusa brend kuzatib turinglar. Ha?